Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari. Xudo xolisa Toshkent viloyati Soqoq Parkent tumani Soqoq degan joydan akamiz zakaz bergan edi. Dam olish maskani qilgan ekan. Devorlar tayyor bo'ldi, xudo xolisa bir obzor qilib tashlab qo'yin dedim. Ota nima qilyapsiz? Sahramang. Tayyorlagan devorlarga ishonaman, o'ta baquvvat. Ha, buzilib ketmasin bu. Yo'q, buzilmaydi. Soljon mebelga gap yo'q. Albatta bu hazil bu. Divanimiz baquvvatligini sinash uchun, baquvvatligini bir sizlarga ko'rsatib berish uchun mana shunday nabiralar, o'g'il farzandlar shunday sakrasa ham chidamligi, baquvvatligiga dosh berish uchun bu men ataylab ko'rsatdim. Xudo xolasa deva o'ta baquvvat, ichlari 100% o'ris yog'och. Ichlari zimeka ishlatganmiz bunga ham. Mana shu holatda. Xudo xolasa o'sha Parkentlik akamiz Soqoq degan joydan dam olish maskani qilgan ekan. Oldin ham qilib bergan edik devan. Havas qilib yana zakaz berdi. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Mana bu stoli bu. Oldiga qo'ysak to'sib qo'yadi. Sizlarga o'pish holatini tepadan ko'rsataman. Mana shu holatda o'pish holati. Xudo xolasa juda ham baquvvat, juda ham chiroyli chiqdi. Yoqqan bo'lsa like bosib, shu ishlarimizni keng tarqalishda o'z hissalaringizni qo'shsalaring, xursand bo'lamiz. Hammalaringga rahmat, hammalaringga mana shunday ishlar nasib qilsin. Mebelga gap yo'q. Like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Gap yo'q ota.